Bu Labo mashinasiga biz individual zakaz qilib berganmiz. Izyuminkali joyi bor, oxirida bo'ladi. Videoga like bosib, oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bu mashinaga biz tent furgon qilib berganmiz. Tentiga o'zlarini brendlarini pechat qilib berganmiz. Ishlarini bo'lsa faner obshivka qilib berganmiz. Labochi okalar, sizlar Tesla haydaydigan okalardan kam joyinglar yo'q. Bu yog'ini video davomida tushuntiraman. Ko'rib turganingizdek, yashiklariga ham o'zligini brendligini urib berganmiz. Yashik qanaqa ochiladi deydigan bo'lsanglar, bitta dona kartochka bilan ochiladi. Bu narsa bizning izyuminkamiz bo'ladi. Hali hech kim qilmagan ishni Termotent уже qilib bo'ldi. Sizlarga ham shunaqa individual zakaz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar.